Bu videoyu Mang'it xalqi uchun Hasan Husanvalichilar tanımaydigan odam bo'lmasa kerak. Bugun shularning do'konidamiz. Tak, bu yerda yangi yil aksiyasini boshlab qo'yganmiz. Xudo xolasa ham narxlar bo'yicha to'xtalajaqmiz bugun. Ham tak qani onda boshladik. Hasan aka qani ayting, mana Belarus valilar qanchadan bo'lib turibdi bu Xo'p, endi? Belaruslar 1 million so'm bahasi, narxi, asl narxi 1 million so'mdan 900 ming so'mga bir dona mana samokatini aksiya hisobida qo'shib beriladi bizlarda. Mana. Xo'p, mana velosipedlarimiz var 1 million 600 ming so'm. Bularda asas ko'y chiqmadi detski velosiped beramiz, qo'shib beriladi ona. Xalasangiz bular aksiya narxida asl narxi 1 million so'm. 780 ming so'm qilib beramiz buni. Sifati zakonniy. Kachitasi konkret. Bular var 24 razmerda. Bular qanchada? Singillarimizga bo'ladigan velosiped. Narxi ular 850 ming so'm. Tiniq, chisti, haqiqiy xitoyskida, bu O'zbekistondagi emas. Buni O'zbekiston variantlari 600 ming so'm turadi. Ha. Bular ham shu partiyadan. Bular ham shudan qiziq. Kichkinalari bor meniki. Aksiya qilib 380 ming so'm qilib tashladi. 12 lik degan velosiped. Ukrainskiy original velosipedlardan. Bular var 16 lik velosipedlar. 550 ming so'm, 450 ming so'm tushirib tashladik. Baholar konkret. Arzon qilib beramiz. Buna valla bir boshqacha bu. Qanday valla bu? Bu velosiped bolajonlarimiz uchun o'ng'ayli, haydab bilmaydigan bo'lsa, orqaga minaladi buni. 3 g'ildirakli. Yig'ilib ham ketmaydi. Sifati zakoniy. Narxi buning 1 million so'm. Skidka qilib buni ham 850 ming so'm qilib beramiz. 850 mingga zo'r variant, ukalarni aylantirib yuraveradi. Mana velosipedlarimiz bor mana 20 lik velosipedlar, sportivniy velosiped. Narxi 1 million so'm. Optim sena 880 ming so'm qilib beramiz bularni. Sakadiskillari bor mana 850 ming so'm turadi. Buni 24 3.0 deganlar, eng original velosipedlar bular. Narxi 1 million 600 ming so'm. Skidkada 1 million 430 ming so'm chiqadi. Bular ham shunday. 1 million 600 lik, 1 million 430 ming so'm chiqarib beramiz. Keyin turib mana akkumulyatorlarimiz bor. Skuterlarga 1 tonnalik kichkina skuter, velosiped hammasini bor. Narxlarni kelishtirib beramiz. 1 million so'mdan 320 ming so'mga bor baholari. Ha. Massajyorlar keladigan bo'lsak, Massajyorlarga keladigan bo'lsak, qo'shib beradimiz siz. Qo'shib beriladi, hammasi qo'shib beriladi. Liboy yerda massajnik saylab olsa bo'ladi buni. 1 million 400 lik velosipedlardan olsa. O'zlari ham mana Instagramda mashhur bo'lgan. Bular ham. Bular bor mana Belgiya netaton, Belarusdan oladi. Dimzoz, zakoniy narsa. Banyamusa qo'ymagan ona narsalar ham bo'ladi. Oyoqqa massajnik narsa. Bular bahasi qanchadan o'zi bular? Baholar asl narxlari bular 120 ming so'm bular. Ya, nedan xotchop, potchopdan aldirib o'tirish shart emas, o'zing